Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlari. Ukam motobloklar uchun telechkalardan ham obzor qilgan degan akalarimiz uchun agroservis do'konimizga ko'rib turganinglardek motobloklar uchun yangi partiyada aravalarimiz tayyor bo'ldi. Shu munosabati bilan hozir sizlarga buni qisqacha ma'lumotlarini, narx-navolarni tanishtirib o'taman va kimda kim shu turdagi motobloklardan yoki mana shu turdagi telechkalardan xarid qilmoqchi bo'lsa, kimga nechta kerak bo'lsa bor, ekranga nomerimni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib shu turdagi motobloklar uchun aravalar hamda motobloklar o'zini ko'rib turishingiz mumkin. Cheklanmagan miqdorlarda bizning do'konlarimizdan xarid qilishingiz mumkin va bu motobloklar uchun agregatlar, temir balonlari, selka apparatlari, xo'p, zanjirlari, undan tashqari anaqa dorsepedon karcher apparatlari, xullas barcha turdagi zapchaslari va ehtiyot qismlarini bizning do'konimizdan topishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, ekranga nomerimni qoldiryapman. Xohlagan turdagi motoblok va motobloklar uchun ehtiyot qism zapchaslari va undan tashqari instrumentlardan eng arzon narxlarda bizning do'konimizdan topishingiz mumkin. Va yana bitta narsa aytib o'tib ketish kerak. Bizning do'konimizda mana shu yerda turgan 100 xildan oshiq instrumentlar 1 so'm pulsiz mutlaqo tekinga tarqatib yuborilyapti. E'tibor bering. Tekinga mana shunaqa drellar, tekinga shurpayor, tekinga bolgarka apparat, shunga o'xshagan mana shu yerda turgan 100 xildan oshiq instrumentlar 1 so'm pulsiz tekinga tarqatib yuborilyapti. Mana shu yerdagi instrumentlardan bittasini siz tekinga olib ketishingiz mumkin. Faqatgina hoziroq shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga omad yozib qo'yadigan bo'lsangiz, bizning do'konimizga kelib mana shu yerdagi 50 xil, 60 xil turdagi traktordan bittasini o'zingizga yoqqan eng arzon narxda xarid qilasiz va xarid qilib bo'lganingizdan keyin kelib ona shu barabanimizni aylantirasiz. Bu barabanning ichida nima instrument tushsa 1 so'm pulsiz olgan motoblogingizga shundoq sovg'a sifatida do'konimiz nomidan sizga qo'shib beramiz akalar. Xo'p, bo'lmasa tashqari tarafdagi motoblogimizni hamda aravasini tanishtirib o'taman va kimga qiziq bo'lsa, ekranga nomerlarimni qoldiryapman, aloqaga chiqib xarid qilishingiz mumkin. Birinchi bo'lib 7-6 kuchliligini tanishtiradigan bo'lsak, old tomoniga mana ko'rishingiz mumkin. 7-6 kuchli motoblokni qo'yib qo'yganmiz. Orqa tomonidagi esa 500 kilolik arava. Bu 500 kilolik aravamiz e'tibor beringlar, polniy konteyner listlardan yasalgan bo'ladi. Tay tomonlariga ham e'tibor bersalaring, tay tomonlariga ham profillarni qo'yib, qo'ldan kelgancha yaxshiroq qilishga harakat qilganmiz. Balonlari yangi skuter balonlar qo'yilgan bo'ladi. Qanotlari ham o'ziga yarashadigan qilib, juda ham chiroyli qilib ishlab qo'yilgan akalar. Xo'p, o'tiradigan joylar taxtadan, oyoq qo'yadigan joylar ham taxtadan bo'ladi. Dishlalariga e'tibor berasizlar. Qalin dishlar qo'yilgan. Ko'pchilik joylarda yupqaroq dishlar qo'yib qo'yapti. Biz bunga qalin dishlar qo'yib, aylanadigan qilib ishlaganmiz. Aylanadigan deganimiz sababi kak amalizator resursi vazifasini bajaradi. Arava og'darilgan holatida ham e'tibor beringlar. Motoblokka umuman ziyon yetmaydi va motoblokka dishlalarni uzolmaydi. Tay tomonlariga ahamiyat beradigan bo'lsanglar, tay tomonlarni polniy profildan to'qilgan, o'rtadagilari purutdan qilingan bo'ladi akalar. Xo'p, bu aravamizni narxiga o'tadigan bo'lsak, bu aravamizni narxi 2-200 ming so'm, kami bor kelishtirib, arzon va optim narxlarda qilib beramiz. Hamma detallari qo'ldan kelgancha yangilarini ishlatganmiz. Xo'p, kami ham bor, kelishtirib ham beramiz. Xo'p, ukam bizga 7-6 kuchlikka emas, kattaroq motoblokka kattaroq arava bo'lsin deganlar uchun mana bu tomonda 1 tonnalik aravamiz, 1 tonnagacha bo'lgan yuklarni bemalol toshib ishlatishingiz mumkin. Buni birinchi ko'rsatgan aravamdan ko'ra ichlari ham uzun qilib ishlangan. E'tibor beringlar. Bu ham polniy lekin konteyner listdan yasalgan bo'ladi. Xo'p, balonlari bunda katta Damas balon bo'ladi. Ularda skuter balonida bunda katta Damas balon qo'yilgan. Shuni ham hisobga olib qo'yasizlar. O'tiradigan joylar taxtadan, bir kishiga moslangan bo'ladi. Xo'p, oyoq qo'yadigan joyi ham taxtadan bo'ladi. Dishlalari buniki ham aylanadigan dishlardan qo'yilgan varianti hisoblanadi akalar. Xo'p, bunimizda narxiga o'tadigan bo'lsak, buni bahosi 2600 ming so'm, ozmoz yo'li bor, kelishtirib, kamini qilib, arzon va optim narxlarda qilib beramiz. Ko'pchilik so'rayapti, aravalarga tormozlisi ham bormi deganlar uchun tormozli aravalarimiz ham bor. Kimga nechta kerak bo'lsa, ekranga nomerga telefon qilinglar. Aravalarni o'zimiz yasaymiz, xohlagan turdagi, xohlagan aravangizni yasab beraveramiz akalar. Manzilda aytganimdek, Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni ko'rib turganinglardek qishloq xo'jalik texnikasini optim baza birinchi qo'l katta siklati bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.